vaqti ketmasin. Ketdimi? O'tirib. Assalomu alaykum. Toshkent kimyo texnologiya instituti neft gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasi 22-26 guruh talabasi Shokirjonov Boburjon. Bugun piroliz qurilmasining texnik sxemasi haqida gaplashamiz. Piroliz jarayonining asosiy xomashyosi benzin hisoblanadi. Agarda xomashyoimiz gaz holatda bo'lsa, piroliz pechining konstruksiyasi o'zgaradi. Benzinni nasos yordamida 1-1,3 megapaskal bosim ostida bug'li isitgichga yuboramiz. Bu yerda qurilmadan chiqayotgan og'ir moylar orqali u isitiladi. So'ngra o'choqning konveksion seksiyadagi naychalarida isitiladi va suv bug'i bilan aralashtiriladi. Suv bug'i bilan aralashgan benzin radiant kamerasidagi naychalarga yuboriladi. U yerda 840-850 gradus Selsiyda reaksiya sodir bo'ladi. Reaksion bo'ldi.